xizmatini aholi tadbirkor rejasi maqsadida har bir mahallada aholi bilan uchrashish rejalashtirilgan. Bugungi uchrashuvimiz sizlarning mahallalaringizda bizlarda hozirgi paytdagi bor bank mahsulotlari bilan tanishtirib chiqaman. Dastlab endi tadbirkorlik yo'lga qo'yayotgan fuqarolar uchun prezident farmoni 7-qaroriga asosan biznesga ko'mak kredit mahsulotimiz bor. Ayol kishiga 23%, erkak kishiga 25%. Undan tashqari mahalla loyihasidagi kreditlarimiz bor. Maksimal summasi 50 million so'mgacha. Foiz stavkalari 23% ayollarga, 25% erkaklarga. Imtiyozli davri 2 yil. Kreditning foydalanish muddati 60 oyga. Bundan tashqari agar mahallada yuridik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, ularga 1212-qarorga asosan ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish